Xo'p, faktorial qaranglar. Mana n faktorial bor. Muhammad Safo. N faktorial bu nima degani? 1 ko'paytirilgan, 2 ko'paytirilgan, 3 ko'paytirilgan va hokazo n gacha ko'paytma degani. Ya'ni, misol uchun 1 faktorial degani bu 1 degani. 2 faktorial degani 1 ko'paytirilgan 2, ya'ni javobi 2 chiqadi. 3 faktorial degani 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 barobar 2 kara 1 6 degani. To'g'rimi? 4 faktorial degani 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4 barobar 24. Qani keldi? Mana 6 degan 4 ko'paytirdim 24. 5 faktorial 1 2 3 4 5 gacha ko'paytmayotgan va bu 120 bo'ladi. Bular yoki olsanglar, keyinchalik hisoblashinglarga oson bo'ladi. Bu 620 bo'ladi, to'g'rimi? Ha, ko'rasizlar, hisoblaysiz. 720 bo'ladi. 120 ni 6 ga ko'paytiradi. Ana endi 7 faktorial hisoblayotgan vaqtingizda 720 ni 7 ga ko'paytirish kerak bo'ladi. 0 4 birdilda 49 bilan 50. Tushunarli bo'ldimi? Qolganini ham hisoblab chiqarsanglar bo'laveradi. Faktorial muammo emasmi? Hammasi masalan 10 faktorialni biz ham shundan qilib 1 dan 10 gacha ko'paytma bo'ladi. Tushunarlimi? Darajasi 1 dan 10 gacha ko'paytiramiz. Hisobla degan bo'lsa boshqacha yo'l yo'q. Domlar, darajaga o'xshash narsalarni Yo'q, mana shu faktorial 1 dan necha yozilgan bo'lsa shungacha ko'paytiradi. hali ustidagi o'xshayotganda Ko'paytirish darajasi nima bo'lsa? Qaranglar, katta son bo'lsa ular ham bilan ikkiga hisoblab bo'lmaydi deydi sizlarga. Tushunyapsizlarmi? Anglab turishadi ular ham. Sizga mana bunday savollar beradi. Buni tushunmoqda, hamma. Quyidagicha savol beradi. Qaranglar. 715 faktorial bo'lingan 714 faktorial deb misol berasizlar. Yo'qda, mana bu bilan bu qisqargan vaqtda bu 715 gacha ko'paytma, bu 714 gacha ko'paytma, to'g'rimi? Bitta 715 qoladi. nimaga? Chunki Nimaga? Chunki qarab turing mana. Tushuntiraman. Mana bu uzun bitta ko'paytma 715 gacha ko'paytma. Bunisi 714 gacha ko'paytma. Ikkalasi qisqargan vaqtda mana bu qolgan oxirida qolgan son qoladi, 714 gacha bo'lgani qisqaradi. Oxiri qoladi. Tushunyapsizmi? Oshqa qismi. Tushundingmi qilib? Yo'qmi? Misol, qaranglar mana. Misol uchun osonroq misol. 8 faktorial taqsim 7 faktorial o'xshash qilib berdilar. Necha ekan javobi? 8 faktorial. 1 2 3 4 5 6 7 8 ko'paytma bu yerda. Rayhona pastda